Assalomu alaykum aziz tinglovchilar, tinglab borayotganingiz kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi. Ushbu loyiha boshlovchisi Kamina mashhura sizlar bilan birgalikda bizda esa navbatdagi samimiy tabrik va biz boshladik. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Madinaxon opa o'zingizmisiz? Ha, o'zimman. Opajonim, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Bor bo'ling opajonim, bugungi shukronalik kunlaringiz, tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. O'zimni tanishtirib o'taman. Ayni daqiqalarda kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan yaqinimga tabrik dasturidan sizni bezovta qilib turibmiz opajon. Ruxsat etsangiz, albatta birozgina vaqtingizni olib suhbatimizni chiroyli tarzda davom ettirsak maylimi? Mayli. Xo'p, bo'ladi, rahmat opajonim. Allohim sizni sevgan bandamdir desin, Rasululloh uchun ummatim desin. Yurgan yo'llaringiz nurlarga to'lsin, olgan har nafasingiz ibodat bo'lsin. Allohimizga suyukli banda, Rasulimizga uchun ummat bo'lganlaringiz 37 yosh bahorlaringiz muborak bo'lsin opajon. Rahmat. Rahmat opajonim, bilamiz sizni qadrlovchi mehribonlaringiz, yaqinlaringiz juda ham ko'p. Ammo bugun biz orqali sizni xursand qilmoqchi bo'lgan ikki yaqin insoningiz bor ekan. Ushbu insonlaringiz bizga murojaat qilib, siz uchun juda ham chiroyli samimiy tabrik maktublarini qoldirgan. Ushbu insonlaringiz aynan kimligiga taxminingiz bormi yoki o'zimiz sizga yordam beramizmi? Kelmagan bo'lsa kerak. Chunki Albatta, yana bir insoningiz akammi? Albatta, bizga murojaat qilgan insoningiz akangiz Muhammad Salim aka bilan kelinoyingiz Mahliyoxon opa bizga murojaat qilgan va barcha yaqinlar nomidan sizni chin qalbi bilan ikki yaqin insoningiz tabriklab, siz uchun atalgan chiroyli satrlarni akangiz tarafidan qabul qilib olasizmi? Xo'p, bo'ladi, bo'lmasa marhamat. Assalomu alaykum aziz va mehribon singlim. Bugungi quvonchli tavallud ayyoming bilan seni chin qalbimdan muborakbod etaman. Sen biz uchun shunchaki singil emas, qalbimizga yaqin, mehr va samimiyati bilan qadrli insonsan. Hayot har doim yuzingdan tabassum, qalbingdan xotirjamlikda, xonadoningdan fayz va barakada arimasin ilohim. Allohim senga uzoq va mazmunli umr, mustahkam sog'lik, oilaviy baxt va ko'nglingdagi barcha ezgu niyatlaringga yetish nasib etsin. Har bir tonging quvonchli xabarlar bilan, har bir kuning yaqinlaring mehri bilan boshlansin. Singlim, hayot yo'ling doimo nurli bo'lsin, qalbing hech qachon g'am ko'rmasin, ko'zlaringdan faqat quvonch yoshlari oqsin. Biz bor ekanmiz, sening baxting va kulging biz uchun hamisha katta quvonchdir. Nimaki niyatlaring bo'lsa, Allohim barchasini ijobatini bersin. Shuni unutmaginki, seni har doim orqangda turguvchi tog'dek akang bor. Baxtimga hamisha sog' bo'lgin, tavallud kunlaring muborak bo'lsin. Shu qatordan bilib yo bilmasdan dilingni og'ritgan bo'lsam, o'rtamizda birondir xarilik o'tgan bo'lsa, sendan uzrimni so'rab qolaman. Alloh umringni uzoq qilsin. Chiroylisan gullar naslidan, go'zallarning naqshsan singlim. Qolishmaysan bahor faslidan, sen hammadan yaxshisan singlim. Borliging bu baxtimdan darak, so'zlaringdan sevinar yurak. Ming yaxshilar menga ne kerak, sen hammadan yaxshisan singlim. Sen bor alam menga boqmaydi, ko'zlarimdan yoshlar oqmaydi. Bo'lmasang bu dunyo yoqmaydi, sen hammadan yaxshisan singlim. Mehringda oromda jonim, omad o'rab turar to'rt yonim. Fayzlidir senla o'tgan har onim, sen hammadan yaxshisan singlim. Baxtimga sog' bo'lgin mehr bilan akangda maktub bilan yakunlagan aka opajon. Rahmat akamga ham, kelmayamga ham. Umri uzun bo'lsin. Nima niyat qilgan bo'lsam, niyatlariga yetishsin. Lekin kutmagandim. Rahmat. To'g'risi. Alloh umringizni uzoq qilsin. O'tirdim endi. Rahmat opajon. Bugungi kun nafaqat sizni xafa kuningiz, ota-onangizga ham ota-onalik baxti nasib etgan kun muborak bo'lsin. Alloh umrlarni uzoq qilib, hamisha yosh kunlaringizda sizni uylaringiz to'g'rida duogo'yingiz bo'lib o'tirishli nasib etsin ilohim. Ilohim, amin, akangiz kelsin. Rahmat opajonim. Va albatta akajoningiz nafaqat chiroyli tabriklar bilan chegaralanib qolmagan holda chiroyli taronani maxsus siz uchun taqdim etgan. Marhamat, qabul qilib olasiz, siz uchun yangrab o'tadi. Xo'p. Rahmat. Hasratda qolgan
senda ko'targan ko'nglim. Axir sen sog' bo'lsang yashnaydi dilim. So'rayman Tangridan uzoq umringni, onamdek mehribon qadrli singlim. Dunyolarga seni alishgim kelmas, sen yo'q bo'lsang ko'nglim ham hech to'lmas. Yig'lasang yig'laydi akang hech kulmas, onamdek mehribon qadrli singlim. Farishtadek beg'uborim, biroz qaysar beozorim. O'zimni eng erkatoyim, mehribon o'zimni singlim. Ko'zlari munchoqli mohim, so'zlari sehrli borim. Bitta yagonam, mehribon o'zimni singlim. Opajonim, yana bir bora shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Akamga ham, kellayamga ham rahmat. Kattakon meni eslab, meni qadrlab, shunchalik tabriklaganligi uchun ham umrlari uzun bo'lsin, bolalarini orzu havasini ko'rishsin. Yaxshi kunda ko'rishlar nasib qilsin akamni, kellayamga, hamma a'zolarimni. Ilohim aytganingizga rahmat opajonim. Biz bilan o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz? Roziman. Sizlarga ham kattakon rahmat. Rahmat opajonim, Allohga omonatsiz, sog' salomatda bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Sizlar ham.